Hurmatli obunachilar, Qudratullo.uz Umra kuzatuvchilari, Umra ziyoratiga ishonchli litsenziyalangan va qonuniy firma qidirganlarga hikmatli yo'lda hammaga tavsiya qilamiz. Bugungi videomizda yana oldingidek sizlarga ma'lumot berib o'tamiz Umra ziyorati haqida. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa video davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga obunachilar. Xudo xolasa reyslar Toshkent Jidda yo'nalishida 5-iyun sanasidan ochildi, yo'lga qo'yildi. Niyat qilganlar bo'lsa bemalol pastda raqamlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib to'liq ma'lumot operatorlardan olsanglar bo'ladi. Narx qancha Qudratullo, nech pul bo'lyapti Umra ziyorati deganlarga 14 kunlik 3 mahal ovqati bor, Makka da 10 kun 3 mahal, Madinada 2 kecha 3 kun 2 mahal o'zbek milliy taomlari bor, ziyoratlari bor, 50 boshisi bor, standart va standart plus maxsus ota-ona paketlari bor hozirgi kunda bizda. Narxini aytib o'taman, $1100 standart paketimiz, standart plus paketimiz $1200 bo'ladi. Va undan tashqari maxsus ota-ona paketi bor, $1250 bo'ladi. Joy band qilishlik uchun pastdagi raqamga telefon qilib to'liq ma'lumotlarni operatorlardan bemalol olsanglar bo'ladi. Biz 24 soat aloqada bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr hammaga. Bittadan like bosinglar, kanalga podpiska qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xolasa.